Bu mashinani toza elektrini qidirib yuradiganlar ko'p, lekin sotuvda nimagadir kam. 16000 kilometr masofani bosib o'tibdi. 2024-yil 25 boshida sotib olingan ekan. Panorama lyuklari bor, Face ID 360lari, NFClari, sleepoy zonalari, hamma narsasi bor. Besprovодной zaryadchilar, monitorlar, orqada yana monitorlar, bitta like bosib qo'ying. Kapitanskiy razdelniy sidenlarda 7 o'rindiqli elektr crossover xohlaganlar uchun zo'r variant. 520 km zapas xod ko'rsatgan. Hozirgi kunda mana shu kunlarda 450 km indamasdan yuryapti deyaptilar. Leapmotor C16 ni toza elektrini eng full 3-pozitsiyasi 24-yil 25da boshida olib aytgandek haydagan ekanlar. Kraskalar top-toza mashinani bitta polirovka qilib turib, mashinani yarqiratib yuborib uyga olib ketsalaring bo'laveradi. Tonirovka ruxsatnomalari ham hali bor ekan. Bemalol hamma yo'qni yaxshilab tekshirib olaverasizlar. Narxi ham zo'r bo'ldi. $27300 ga bemalol telefon qilib baraka qilsalaring bo'ladi. Kam like bosadigan ketyapsiz, noma aytib, like bosib tanishlaringizga tarqatib qo'ying.